Mashinadan tushdinglar. Luki ochiq, hamma oynalar ochiq bo'lsa ham Yuan Plusda. Shu kelasizlar, bitta yopasizlar. Hamma narsasi avtomatik tarzda yopilish boshlaydi. Qo'shimcha nimadirlar qilib yurishinglar shart emas. Qulaylikda endi bu ham bitta. Birinchi bo'lib mashinaning narxi haqida gapirib o'taylik. Bu mashinaning yangisi eng full pozitsiyasi 26 ming dollardan sotiladi. Qarshilarda turgani bu Xitoyda yurib kelgan, 5 ming kilometr yurgan, bu 24,5 ming. O'zi bu mashinani kimlar nima uchun sotib oladi bilasizlarmi? Bu mashinani shu BYD Songga pul yetmayotganlar va BYD Songni BU'sini sotib olmoqchi bo'lmayotganlar. Ya'ni baribir yangi mashina olgisi keladi. Xuddi shunaqalar sotib olsa bo'ladi bu mashina. Chunki juda ham o'zini narxiga arziydigan va yo'lda yurishlari, turishlari, o'zini tutishlari ham shu Songga nisbatan ishonchliroq deb bilaman bu mashinani. Sababi bu mashina BYDni 3.0 i platformada ishlab chiqariladi. Bu mashinaning gibrid versiyasi yo'q. Faqat elektromobil bo'lib chiqadi. Bu Yevropalarda, bu Avstriyalarda juda ham ko'p sotiladigan, issiq nondek ketadigan mashinalardan biri. Nimaga unaqa deyapman, bilasizlarmi? Ana BYD Songni gibrid versiyasi bor. Va orqasidan qaraydigan bo'lsanglar, pastga batareykasi ko'rinib turadi. Bu mashina boshidan elektromobil bo'lganligi uchun bu mashinada unaqa narsa yo'q mana. Shu sababli anaqa nimasi yaxshi demoqchiman, batareykasi ham butun kuzoviga integratsiya qilinganda, aerodinamikasi yaxshi. Ikkinchi tarafdan xavfsizligi ham juda yaxshi. Batareyalar to'liq shu mashina uchun ishlab chiqarilgan, yopishtirilmagan, shunday qo'yilganda, bir tana bir jon bo'lib kirishib qolgan batareyasi bilan. Shu taraflama ustun hisoblanadi va yana nimasi yoqadi bu mashinani? Bu mashinani haydaganingizda o'zini tutishi, yo'lda yaxshi yurishi BYD Songga nisbatan ancha muncha yaxshi. Bu mashinani haydaganlar biladi. Qanaqadir tezlanishlari ham bu tezga o'xshaydi, lekin 0 dan 100 gacha 7-3 sekundda tezlashadi. Bir o'zini qulayroq, bir ishonchliroq his qiladi bu mashina. Shu sababli ham juda ham yoqtiraman bu mashinani. Shaharda yurish uchun juda ham qulay mashinalardan biri hisoblanadi. Keling endi mashinaning tashqi dizayni haqida gapirib o'taylik. Bu yangilangan versiyasi. Xo'p, mashina D-Pilot tizimi bilan jihozlangan, radari bor va bundan tashqari mashinada 29 ta kamera sensorlari bilan jihozlangan. Mashinani tashqi o'lchamlari BYD Songdan sal kichkinaroq, lekin Yuanapdan kattaroq. G'ildirak bazasi ham uzunroq hisoblanadi. Bu mashina sal premium, bunga nisbatan premium hisoblanadi. Va g'ildiragi ham 18 radiusli. Mana g'ildiraklarning tashqi dizayni ham o'zgargan va bundan tashqari oldi tumshug'i ham o'zgargan mana. Ko'rib turishinglar mumkin. Oldin sal boshqacharoq edi, lekin bu chiroqlar o'sha qolgan, o'sha Dragon Face'likka qolgan. Mana aerodinamikani yaxshilash uchun mana joyda haqiqiy teshiklari bor. Bu ham aerodinamika ham g'ildiraklarni sovutadi. To'xtatishsiz mana. Mana bu joyda ochiq radiator panjarasi, kamerasi joylashgan. Oldi ko'rinishi qanaqadir ko'pchilikka yoqmasligi mumkin. Bu ana o'rta yoshdagilar ko'proq sotib oladi bu mashinani. Shunaqa deb o'ylayman, bor. Katta yoshdagilarga uncha yoqmasligi mumkin bu mashina. Va yon tarafga keladigan bo'lsak, mana kameralar hamma joyda, mana bu yoqda ham bor, bu yoqda ham bor, bu tagida ham bor. NFC bilan kirish tizimi, eshikni ochish yopish tizimi an'analigicha qolgan, kalitsiz kirish tizimi bor. Yon oynalari ham deyarli yaxshi va anaqa blind spoti bor, ya'ni kimdir kelayotgan bo'lsa yonib ogohlantirib turadi. Tepasida moldinglarini ko'rib turibsizlar. Ajoyib dizayndagi mashina. Kompakt SUV hisoblanadi bu. Orqasi keladigan bo'lsak, orqa dizayni ko'proq menga yoqadi. Qaranglar, chiroqlarini BYD Handikiga o'xshab naqshinkor qilgan. Bilamiz, bizda naqshga bizni tariximizdan masjidlarda shu naqshli narsalar ko'p ishlatamiz. Qanaqadir o'zimizga o'xshab ketadi mana orqa chiroqlari, shunaqa naqshinkor qilganligi juda ham bir ajoyib orqa ko'rinishda turibdi. Difyuzorlarda mana tumanga qarshi chiroqlarni yoqib qo'ydim, chiroyliroq bo'lish uchun. Sportga yo'nalgan qanaqadir gym spat mashinada bu bor. Tepadagi elementlarni qarang, ana sport mashinalariga o'xshagan. Orqa qanotlari bilan jihozlangan, aynakni artish tizimi, shu smart, shu eng oxirgilaridan deb qo'yilgan. Bundan tashqari orqa yukxonasi ham keng hisoblanadi. Shunday turishi 434 litr 7 kilovatlik zaryad bilan qo'shib beriladi mashina. Agar orqa o'rindiqlarni yotqizadigan bo'lsam, mashinada 1338 litrlik joy bo'ladi. Juda ajoyib.
Xo'p, mana qaranglar, mana bunaqa korobkada yana 4 ta sig'adi bu yerga, 3 ta deylik. Yonlarida ham narsa bor, narsa qo'yish uchun joy bor. U yoqqa bu yoqqa ketib qolmaydi. Buni tagida ham joy bor. Xohlasanglar, maza qilib ishlatsanglar bo'ladi. Elektr kuchaytirilgan. Yopamiz. Bir ajoyib yoqimli mashina. Yuvanab arzonligi uchun juda ham ko'paydi. Agar buni ham narxi sal tushib bo'lganda bu mashina zo'rroq bo'lardi. Chunki ichiga o'tirsangiz sal boshqacharoqda baribir. Mana hissiyot boshqa hissi beradi bu mashina. Kelinlar, endi mashinaning texnik ma'lumotlariga yuzlanamiz. Ochib qo'ydim. Bitta qo'lda zo'rg'a ochdim. Mashinani mana bu joylari shovqinga qarshi himoyalangan. O'zi bu mashinani motori yo'q, lekin himoyalab qo'yibdi. Juda ham yaxshi. Mana bu joyda suv qo'yadigan joy bor. Bo'ldi, boshqa joyini ochishingizga imkon yo'q. Ochishingiz uchun mana bu joylarni bo'shatishingiz kerak bo'ladi. Xullas, xo'p, mashina 65 kilovatlik BYDning eng mashhur Blade batareyalari bilan jihozlangan. Bu Tesla'nikidan ham yaxshi deb aytib o'tilgan. Shunga e'tibor berasizlar. Chunki yonib ketish anaqalari kamroq ehtimollari. Xo'p, 65 kilovatlik batareya bilan jihozlangan, to'liq quvvatda 510 km masofa bosib o'tadi deb aytib o'tilgan, lekin real hayotda shu 380-420 km masofa bosib o'tadi. Bundan tashqari mashinada 204 ot kuchi bor. 310 aylanish lahzasi, 150 kilovatlik elektromotor joylashgan. Mashinani oldi g'ildiraklari harakat keltiradi. Mashinada 204 ot kuchi bor. 0 dan 100 gacha 7-3 sekundda tezlashadi. Maksimal tezligi esa 150 km/soat hisoblanadi. Ajoyib ko'rsatkichlarga ega bo'lgan mashina. Keyingi o'zgarishlar bir mashinaning ichida bo'lib o'tgan. Keyin bir chekkadan ko'rib chiqamiz. An'anaviy ochqichlar. Xo'p, noan'anaviy bo'lgan ichidan ochish tizimi. Birinchi o'tirgan odam uni qidirishi mumkin, an'anaviy ochish tizimini. Rosa qidirasizlar, lekin bu mana bu joyda joylashgan. Nimaga bunaqa qilgan tushunmayman. Keyingi bir katta muhokamaga sabab bo'lgan narsasi bu. Mana bu element, bu bir vaqtda o'zida suvni ushlab turadi, baklashkani ushlab turadigan narsa deb o'ylayman. Shuni qo'yib qo'yasiz va ikkinchi kerakli funksiyalardan bittasi, hozir Toshkent ko'chalari juda ham bir tirband, o'tirib olib ashula chalib ketsangiz bo'ladi. Do re mi chaladigan odamlar bo'lsa bemalol. Yosh bolalar bo'lsa asabingizga, miyangizga chiqadi. Orqa yukxonani ochish tizimi mana bu joyda ham bor. Xo'p, o'rindiqlari elektr kuchaytirilgan. Bundan tashqari isiydi, soviydi. Ko'tikir xitoylik o'tirgan ekan. Bu 5000 km yurganida endi ko'rsatyapman. Oq bo'lsa, bunaqa qaymoq rang bo'lsa, sal qora joylari bilinib qolar ekan. Qaranglar, 5000 kilometrdan keyin. Mana shunaqa joylari ozgina yurgan mashinani shunisi yaxshida, hamma taraflarni ochib bera olasiz. Mana pastki tizimi to'laqonli yopilganligi uchun mana joy toza turibdi. Chiqqanda tushganda bu ancha yaxshi. Ishingiz yomon bo'lmaydi. Xo'p, keyingisi bu, mana o'tiramiz. Mashinaga chiqib tushish juda ham qulay, chunki bu kompakt SUV bo'lganligi uchun bemalol chiqib tusha olasiz mashinaga. Shu joylari yaxshi. Xo'p, eshikni yopaman. Dip degan ovoz chiqadi sizlarga. Xo'p, bu mashinani agar eng to'liq versiyasini, full versiyasini oladigan bo'lsanglar, mana bu joyda head-up display bo'ladi va mana bu joyda soatgichi ham bor. Hozir bunda yo'q. Bu eng balandidan bitta past hisoblanadi. Shu sababli yo'q bizda. Xo'p, mana bu joydagi ekrani ham sal kattaroq bo'ladi. Bu 12.8 u 15 nechidir dyum bo'ladi. Shunaqa. Bu qolgan hamma narsasi deyarli bir xil bu mashinani. Shu sababli ham shu mashinani videoga olishga qaror qildim deydi. U eng fullini topolmadim. Shunda mana sizlar uchun shunisini topdim. Xo'p, qaranglar, mana radar tizimi yaxshi ishlayapti. Mana xuddi tepasida lidar bordek hamma mashinalar ko'rib turibdi. Bundan tashqari chiroqlari yonib turibdi. Va shu avtomatik to'xtash, chiziqlarni ushlash, bundan tashqari adaptiv cruise control va avtomatik parkovkalash tizimi bilan jihozlangan bu mashina. Shunaqa zamonaviy tizimlari bor. 360 kamerasini ham ko'rib olaylik shu paytda mana. Sifatlari ham bir o'zgacha mana parking tizimi. Hozir mana tizimni topdi, hozir bu yoqqa bosadigan bo'lsam, borib o'shga parkovka qoladi. Hozir bizga kerak emas bu narsa deydi-yu. Shunaqa. Xo'p, tepadan tushadigan bo'lsak mana bu joyda yumshoq plastikdan ishlatilgan. Bu joyda mana havo oqimini boshqarish tizimi bor. Shu noodatiy tarzda. Dumaloq element bu yoqda ham takrorlangan. To'g'risini aytaman, sal torga o'xshar ekan.
shunaqa sal o'zimni tor joyda o'tirgandek his qilyapman. Hozirda juda ham ommalashgan bir GAC i60 mashinasi bor. U mashinada sal kengroq. Narxi deyarli bir xilda endi solishtirish uchun. Sal u uzoq masofa bosib o'tadigan elektromobil bo'lsa, bu to'liq qonligicha elektromobil u. Endi sal narx tomonlama solishtiryapman endi baribir u mashinada nima bor, bu mashinada nima bor. Rul tizimi shu hamma BYD'larga o'xshagan tizim bilan jihozlangan. Mana bu joyda 160 kamera shu oldidagi mashinalar bilan, orqadagi mashinalar bilan masofalar ushlash, mana bu joyga nimadir qo'yib olsanglar bo'ladi. Hop, telefon qabul qilish, ovoz tizimi, shunga o'xshagan narsalar bilan jihozlangan. Endi eng katta o'zgarishlardan bittasi oldin mana bu joyda shu kemalarda anaqasiga skorisiga o'xshagan uzatmalar qutisi bo'lardi. Hozir bu mana bu joyga o'tgan. Juda ham qulay. Ko'pchilikka sal noqulayga o'xshaydi deb o'ylash mumkin, lekin juda ham qulay. Endi ketayotganingizda bunaqa bo'lib ketishi mumkinmi degan savollar beradi. Ammo o'ngga bursangiz bu yoqqa, chapga bursangiz bu yoqqa bo'lib ketadi. Yo'q, unaqa hech ham unaqa bo'lmaydi. Biron marta unaqa bo'lmagan. Qo'lingizni bunaqa olib boshqarmaysiz, barmoqlaringizni bunday qilib ushlab boshqarasiz. Hech bir tegmaydi ham, bir xalaqit ham bermaydi. Shunaqa bu tarafda o'sha adaptiv cruise controlli tizimi bor. Bitta bosasiz oldidagi mashinani ushlab olib, o'sha mashinaning orqasidan tushib ketaveradi. Shunaqa tizim bilan jihozlangan. Xo'p, shu endi multimedia tizimi haqida gapirib o'tadigan bo'lsam, multimedia tizimi juda ham bir oson, tushunarli, qulay. Android Auto va bundan tashqari Apple CarPlay ulanadi. Juda ham zo'r, juda ham yaxshi ko'raman BYD'ni bu tizimini. Xohlagan narsangizni qo'yib, bemalol boshqarib ketsangiz bo'ladi. Bu oson, tushunarli Android tizimda ishlaydi. Bir haker-pakerga berib bir nimani o'zgartirishingiz ham kerak emas. Shunday berasiz bo'ldi. O'zingiz qo'yib olib YouTube'dan ham xohlagan narsangizni qilsangiz bo'ladi. Xo'p, bundan tashqari avto hold tizimi, shu yon oynalarda muzlaganda sovutish tizimi bor ekan, qarang, tepadan tushish tizimlari ham bor mana. Ajoyib mashina deb bilaman bu mashinani. Mana juda ham ingliz tili zavod tomonidan qo'yilganligi uchun ham bir alohida respekt bu BYDga. Bemalol hamma tizimni boshqarib, o'zingiz ham to'g'rilab olsangiz bo'ladi. Mana drive tizimlari hamma bir oson qilinganda bori, tushunarli mana. Mana D-pilot mana burilish chiroqlarini yoqsangiz, chiziqdan chiziqqa o'zi o'zgartira oladi. Xo'p. Shunaqa bir narsalar bor mana. Bunday qilsangiz ko'rsatadi mana. Kimdir bo'lsa mana o'zi o'tib olishi mumkin bu yoqqa. Kelib bir chiroyli qilib yoritib beray dedim endi mana. Xo'p. Bunaqa agar shunaqa adaptiv cruise controlga ketayotgan bo'lsangiz, burilish chiroqlari bunaqa belgida yonib turadi. Hozir ko'rdik. Keyin yana safety assist tizimlarini ham ko'rib olaylik. Endi bir hamma ko'pchilik ko'rmagan bo'lishi mumkin-da mana. Oldin mashina kelib qoldi, bu avtomatik tarzda to'xtayapti. Shunaqa tizimlari ham bor. Keyingi tizimi oldida mashina kelib qoldimi? Sirasi to'xtadimi? Bu ham o'zi to'xtab oladi yoki masofa ushlab ketadi. Xo'p, keyingi tizimini ham ko'rib olaylik. Mana zamonaviy tizimlar bor. Mana juda yaqinlashib qoldi, tormoz bosish shart emas, mashina o'zi avtomatik to'xtayapti. Telefonga qarab qoldingiz-da endi. Shunaqa deyiladi, orqaga yuryapsiz. Kimdir kelib qoldi, yana to'xtayapti mashina. Bir ajoyib funksiyalari bor, juda ham yaxshi ko'raman shuning uchun. Orqadan kimdir kelyapsa, uni ana yon chiroq avariylarni yoqib ogohlantiradi, urilib ketishi mumkin deb. Yo'lingga qara deb. Ana yon tarafdan kimdir kelyapti, o'zgartirishingiz kerak, ogohlantiradi, vibratsiya beradi. Parking assistlari bor mana. O'zi parkovka qilyapti, nimadir bo'lsa to'xtayapti. Masofalarni ushlab turib orqaga kirib boryapti. Shunaqa, qaranglar, D-pilot tizimi shunaqa bir zamonaviy, kerakli funksiyalar bilan jihozlangan endi. Hop, sekin-astalik bilan pastga tushadigan bo'lsa, havo oqimini boshqarish mana bir ajoyib noodatiy tarzda. Bu yoqda keyin 50 vatlik tez quvvatlash tizimi sovutish funksiyasi bilan jihozlangan. Bu yoqda kalit qo'yib olasiz yoki suvlaringizni qo'yib olasiz. Pastda esa jismoniy tugmachalar bor. Uzr so'rash tugmasi, avtoparkovka, mashinani yoqib o'chirish, bundan tashqari mod tizimi bor. Bu o'sha mashinangiz tuman bo'lib ketib qolsa, tezda sovutadigan tizim, tumanni yo'qotadigan, bu ovozni chiqarib tushirish
tizimi bilan jihozlangan. Bu tarafda ham o'sha jismoniy tugmachalar bilan jihozlanganlik. Yon oynakni jismoniy tugmachalar orqali boshqarilishi juda ham zo'r. Menga juda ham yoqadi mana shunaqa narsalar. Xo'p, tepada buni panoramasi bor, juda ham katta. U ham ochiladi mana. Bizga yoqimli bo'lganligi ochilib oxirigacha. Voy, katta bo'lib ochildi. Bemalol boshni chiqarib olib ketsangiz ham bo'ladi. Old tarafdan ko'rinishi, orqa tarafdan ko'rinishi deylik. Xo'p, mashinada umumiy 6 ta airbaglari bor. Juda ham zamonaviy, xavfsiz desam ham bo'ladi. O'rindiqlar sifati yaxshi. Bitta narsasi shu sal joyi torligi uchun ham boshqarish qulayroq deb bilaman bu mashinani. Bo'yim 1.83, tepada joy bor. Shu men tizzalarim tep qolayotganligi, lekin tegadigan joylarning yumshoqligi, baribir mana rulni sizga yaqin joylashganligi baribir qo'shimcha ishonch bag'ishlaydi baribir ketayotganingizda, haydayotganingizda. Shunaqa. Yana mana haydovchi ekrani haqida ham ozgina aytib o'taylik. Mana hamma kerakli funksiyalar bilan jihozlangan. Chiziq, necha kilometr/soat, g'ildiraklarni bosimi, qanaqa tizimda ketayotganligi, hamma narsasi bor. Endi manaqa eshikni ocha olmayapman desa, garang deb boshiga bitib turasiz, undan ochiladi. Endi orqasiga o'tamiz mashinani. Hop. Orqada nima bor deylik? Orqada deyarli hech narsa yo'q. Hop, orqada ikkita odam bemalol ketadi. Hop, tepada joy bor. Tizzamni oldida ham joy bor. Oldi o'rindiq o'zimga sozlangan. Eshikni yopamiz. Avtomatik avtomatik ochiladigan oynalar. Bunaqa shu noodatiy ochilish tizimi. Kiyimingizni ilib qo'yar ekansiz, chiroq bor, cho'ntakchasi bor, tirsak qo'yish uchun joy bor, ikkita suv quysangiz bo'ladi, yopib qo'ysangiz bo'ladi. 3 ta odam sal qislar, 2 ta odam bemalol o'tiradi. Xo'p, quvvatlash porti USB Type A bor, Type C bor. Ya'ni havo oqimlarini boshqarsangiz bo'ladi. Orqada deyarli boshqa hech narsa yo'q ekan. Menimcha bu yana ham oxirigacha ochilishi kerak. Ochilib, yana ham katta panoramik ko'rinish beradi sizlarga. Mana pardalari ham bor. Pashsha kirib ketmasligi uchun. Bo'ldi. Endi sal tushib chiqish sal noqulayroq bo'lishi mumkin, lekin o'rganib olasizlar dedi. Shunaqa. Ajoyib mashina. Endi bu mashinani haydab ko'rib ko'rsataman. Ha. Voy, kalt qarab qo'y deyapti, kalt yo'q deyapti. Mana tez quvvatlash Type C'si bor. Fleshga qo'ysanglar, mashina to'laqonligicha yo'llarni videoga olib ketadi. Hamma narsalarni videoga olib, jarimalar jo'natsanglar bo'ladi. Mana USB Type C bo'ladigan joylari ham bor. Type A mana bu joyda ham yana joyi bor qo'shimcha. Endi mashinani haydab ko'rsataman endi. Yurishlarini deydi. Ketdik. Hop. Tez drive ham boshlayapmiz mana. Birinchi bo'lib kamar taqib olamiz. Uy. Achib qo'yadigan joyini qaranglar zo'rligini. E'tibor bermagan ekanman. Mana bu joyni ham ko'rsatib qo'yay sizlarga. Chiroqlari bor mana. Ajoyib dedi. Xo'p, ketdik bo'lmasa. Kamarni taqamiz. O'rindiqlarning sifati, yumshoqligi juda ham yaxshi, lekin rangi sal bilmayman, tezkirroq bo'lar ekan, bir to'qroq rangini olish kerak ekan degan fikrga kelib qoldim. Xo'p, qani endi yuramiz endi. Mana radar nimaga kerak deysizlar-ku. Shunaqa narsalarga kerak. Hamma narsani ko'rsatyapti sizlarga. Diplot tizimi. Hedab bo'lganda nur ustiga a'lo nur bo'lardi, bor lekin. Mana, yurdik. Ozgina aylanib kelamiz endi dedi. Yon taraf boshida mashinaning o'ng tarafini ko'rsatyapti. Bundan tashqari ketdik. Sekin aylanib kelamiz endi. Sekin yurib. Qattiq yumshoqligini tekshiramiz dedi mashina. Voy, hop. Sun'iy bortirishlardan o'tdim. Yomon emas. Yaxshi. Aytdim, ana chaqqonligi 7.3 bo'lsa ham voy, bu mashinani nimasi yoqadi bilasizmi? O'sha o'tirsangiz qulayligi bilinadi. Ana katta hissi bermaydi. So'ngda sal teparoq o'tirganingiz uchun boshqarayotganingizda ozgina
ozgina noqulayliklar his qilishingiz mumkin, lekin bu mashinada unaqa emas. Sal pastroq, lekin juda ham qulayroq o'tiribman, chunki yon oynalar juda ham ko'rinishi yaxshi. Bundan tashqari oldi qoplog'i ham bilinmayapti. O'ziga qo'shib berilgan ishonch yana bir karra qo'shimcha bo'ladi demoqchiman-da. Ishonchingiz yana bir tomonlama ko'payadi demoqchiman. Xo'p, ishonchingizga yana ham ishonch qo'shiladi deylik. Haydash osonligi uchun. Mana aytdim-ku, bu mashinani o'zi 7-3 sekund hozirgi paytda elektromobillarda bu hech ham hayron qoldirmaydi, lekin ana berayotgan hissiyoti sal tezroqda baribir mashinani. Ajoyib. Endi ko'proq odamlar bu mashinadan ko'ra hozir shu BYD Yuan-App'ni sotib olyapti. Bir tomonlama u tanlov ham juda ham to'g'ri deb bilaman. Mashinaning dizaynlari bir ajoyib. O'sha Mercedes GLB'niki o'xshagan to'rtburchak bo'lganligi uchun ham ko'pchilikka juda ham yoqadi mashina. O'shani ko'pchilik yaxshi ko'rib sotib olyapti, ajoyib yoqimtoy bo'lganligi uchun. Lekin Yuan Plus ham o'ziga yarasha ishqibozlari bor va qanaqadir ajoyib boshqacha mashina deb bilaman buni. To'siqlardan o'tishi ajoyib. Aytdim, bu mashina o'sha BYD'ning platformada ishlab chiqarilganligi uchun ham hurmat qilaman demoqchiman bu mashinani. Baribir aerodinamika taraflama narigi mashinalardan bir bosh ustunroqda bu mashina. Burilib olishlarini ham qaranglar. Ajoyib. Tor yo'llardan bemalol aylanib yurasizlar deydi. Zo'r ekan mana. Bir bola yo'llardan yuribmiz. Boshqarish zo'r. Mana shu mashinaning egasini topa olmadim deydi-yu. Mana shu mashinani sizlarga yoritib bermoqchi edim. Dongfeng Nami degan mashina. Egalari bo'lsa aloqa etsanglar, tekinga mashinalar reklama qilib beraman deydi. Juda ham bir zamonaviy tashqi ko'rinishga ega bo'lgan mashinalar ekan. Ajoyib. Shu mashinani olib ko'rsataman sizlarga, xudo xolasa yaqinda. Hech bu qo'lim yetmayapti-da shu mashinalarga. Tanish bilish topa olmayapman deydi. Qaranglar mana. To'g'ri, to'xtatish tizimi ozgina yetishmayotganlikka o'xshayapti, lekin bo'ladi. Chaqqonligi juda ham yaxshi mashina. Yo'llardan qarab o'tamiz. Voy, yaxshi. Mana sun'iy o'tirishlardan bemalol. Yumshoqligi lekin ancha-muncha yumshoq ekan. Endi bu mashinaning raqibi Tesla Model Y hisoblanadi. Endi Tesla to'g'ri endi narx tomonlama 2 baravar qimmat, lekin Teslada berilgan qulayliklar bu mashinada ham bor. Endi Teslaga o'xshab bir minimalistik tarzda qilinmagan bo'lsa ham, ko'pchilikka birdaniga yoqib ketadigan bo'lmasa ham, lekin raqobat qilyapti. Bu mashinani olib ham kam bo'lmayapti. Endi O'zbekistonda uncha ommalashmagan, lekin Yevropalarda, bir Avstriyalarda odamlar juda qattiq sotib olishyapti bu mashinani. Issiq nondek ketyapti. Hammamizga yoqadigan non bor-ku. Ichiga salat solib yeyiladigan, xuddi shunaqa nondek. Yevropalarda uchib ketyapti, chunki narx 2 baravar arzonda unga nisbatan. Shu sababli ham odamlar mazza qilib sotib olyapti deydi. Ichi orinmasdan sotib oladi bu mashinani Yevropalarda. Yurishlarini ko'rdinglar, juda ham ajoyib. O'zi yana smart bo'lganligi nur ustiga a'lo nur bo'lib ketgan. Haydash ham qulay, boshqarish ham qulay. Har tomonlama qulay bo'lib qolgan. Ajoyib. Shovqin tizimiga ham bir gap so'z bo'lishi mumkin emas. Bemalol parkovka ham qo'yib olasizlar bu mashinani. Qiyin emas deydi. Mana bu tarafdan bitta bosinglar parking bo'ladi. Mana. Odamlar yuribdi. Mashinalar hammasini ko'rsatyapti bir chekkadan. Zo'r. Endi xulosa qilib shuni ayta olamanki, BYD so'nggi
yangisiga pul yetmayotgan, lekin BUsini sotib olishni xohlamayotgan odamlar uchun yaxshi tanlov deb bilaman. Shu platformadaligi, batareykasini o'zi uchun integratsiya qilinganligi, uzoq masofa bosib o'ta olishi va bundan tashqari o'ta zamonaviy funksiyalar bilan jihozlanganligi yaxshi tanlov bo'ladi deb bilaman. Iloji bo'lsa o'sha yangi bundan ham balandroq versiyasi, ya'ni xolodilnigi bor, head up displeyi borligini olsanglar yana ham yaxshiroq bo'ladi. Xolodilnik hozirgi bizni shu paytlarda juda ham kerak bo'lyapti. Sovuqqina suvlar ichib yurasizlar. Biz anomal issiq bo'lib ketyapti-yu. Yaxshi, bitta oila uchun ideal. Zo'r. Lekin hamma uchun ham birdek yoqilmaydigan mashina. Ajoyib. Buni ham o'zining shinavandalari bor. Sizlar bilan men Jalol Tillayev. Keyingi sonlarda ko'rishguncha xayr salomat bo'linglar. Agarda sotib olmoqchi bo'lsanglar, pastda nomerlarni qoldiraman. Bemalol aloqaga chiqib, kelib ko'rib, haydab ko'rib olsanglar bo'ladi. Xayr.